sizlar uchun arzon narxda yer hisobida hovli uy topib qo'ydim. Bo'stonliq tumani Yangiyo'l qishlog'i Nafis ko'cha 47-uy sotilyapti. Bu joyimizda yaxshi taraflari maydoni katta, to'g'ri burchak. Hovli uyimizga ikki tarafdan darvoza ochsangiz bo'ladi. Bu yoq tomonimizda Nafis ko'cha, bitta darvozasi bu tomonda. Bu yoq tomonimizda ham yo'l o'tgan, mashinada bemalol kelib ketsa bo'ladi. Ikkinchi darvozani bu yoqdan ochib olsanglar bo'ladi. Xohlang dacha quring, xohlang hovli uy qiling, o'rtadan bemalol bo'lib, xohlang bunaqasi bo'lsanglar ham bo'ladi. Ikkita dacha qurib olsanglar bo'ladi. Bittasini hovli uy, bittasini daromad kelib turadigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turgan bino inshootimiz 3 xonadan iborat. Egalari sal xijolat bo'ldi, remontlari yaxshi emas ekan. Shuning uchun olmay qo'yurdik. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Mahalla tekis asfalt qilingan. Bemalol kelib ketsangiz bo'ladi. Betonkaga 1,5 kilometr. Lokatsiya zo'r joyda, maktab, bog'cha, poliklinika yaqin. Maydoni 18,5 sotuv, 3,5 sotuv zaxvati bilan 22,5 sotuv bo'lyapti. Narxi keladigan bo'lsa, 1 sotuviga $5,000 so'ralyapti. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar kelishtirib beriladi. Videoga like bosib qo'ying, qizartirish esdan chiqmasin.